Bugun men siz bilan 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasi haqida juda muhim mavzuni gaplashaman. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga. Ota-onasi yoki bobosi buvisining pensiyasini kuzatib borayotganlarga, hatto ishlayotgan yosh avlodga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya indeksatsiyasi degani oddiygina pensiya oshadi degani emas. Bu yerda narxlar o'sishi, eng kam iste'mol xarajatlari, ish haqi, davlat budjeti imkoniyati, sug'urta badallari tarixi, ish staji, pensiya turi va hujjatlardagi aniqlik kabi ko'plab omillar hisobga olinadi. Men bu videoda sizga 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida nimalar e'tiborga olinishi, kimlar ko'proq manfaat ko'rishi, kimlar esa alohida tekshirishi kerakligi, qaysi xatolar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkinligini sodda tilda tushuntiraman. Bu ma'lumotni oxirigacha ko'rish juda muhim. Chunki birgina noto'g'ri hujjat yoki e'tibordan chetda qolgan ish staji oyma-oy pul yo'qotishingizga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda men sizga amaliy hayotda kerak bo'ladigan ma'lumotlarni tushunarli qilib berib boraman. Avvalo indeksatsiya nima ekanini aniq tushunib olaylik. Men oddiy qilib aytaman, indeksatsiya bu pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy to'lovlarning narxlar oshishi va iqtisodiy sharoit o'zgarishiga mos ravishda qayta ko'rib chiqilishidir. Masalan, o'tgan yili 1 million so'mga xarid qilgan mahsulotlar bugun 1 million ming so'm bo'lib qolsa, odamning real daromadi kamayadi. Qog'ozda pensiya o'sha ko'rinadi, lekin bozorda uning kuchi pasayadi. Indeksatsiyaning asosiy maqsadi shu pasayishni ma'lum darajada qoplashdir. Oldin ko'pchilik pensiya o'sishini faqat umumiy e'lon sifatida qabul qilardi. Falon foizga oshdi, minimal pensiya falon so'm bo'ldi, bazaviy miqdor o'zgardi. Lekin hamma ham shuni bilmas edi. Bir xil foiz oshishi ham har bir odamga bir xil ta'sir qilmaydi. Masalan, 900 ming so'm pensiya oladigan odamga 10% oshish 900 ming so'm qo'shadi. 2 million so'm pensiya oladigan odamga esa 200 ming so'm qo'shadi. Shuning uchun indeksatsiya matematik jihatdan bir xil ko'rinsa ham, real hayotda uning ta'siri har bir oilada boshqacha bo'ladi. 2026 yilgi indeksatsiyada esa asosiy e'tibor bir nechta narsaga qaratilishi kutiladi. Inflyatsiya darajasi, ya'ni narxlar qanchaga oshgani, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, minimal pensiya va nafaqalar miqdori, ish haqi hamda budjet imkoniyatlari, shuningdek, pensiya tizimidagi elektron ma'lumotlarning to'liqligi. Men bu yerda juda muhim narsani aytaman. Pensiya o'sishi haqidagi raqamni eshitishning o'zi yetarli emas. Siz o'zingizning pensiyangiz qaysi asosda hisoblanganini, ish stajingiz to'liq kiritilganmi, imtiyozlaringiz bor yo'qligini va hujjatlaringizda uzilish yo'qligini tekshirishingiz kerak. Endi 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida nimalar hisobga olinadi degan savolga bosqichma-bosqich javob beraman. Birinchi katta omil bu inflyatsiya. Inflyatsiya degani faqat bozordagi kartoshka yoki yog' narxi oshgani emas. U oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport, kiyim-kechak, xizmatlar narxi kabi ko'plab xarajatlarning umumiy o'sishini bildiradi. Pensiya yoshidagi insonlar uchun ayniqsa dori-darmon va tibbiy xizmatlar narxi juda sezilarli. Shuning uchun indeksatsiyada faqat umumiy o'rtacha narxlar emas, amalda keksalar ko'proq foydalanadigan xarajatlar ham muhokama qilinishi kerak. Masalan, bir pensioner opa 2025 yilda 1 million 200 ming so'm pensiya olgan deylik. Uning oyiga dori-darmon xarajati 220 ming so'm. Kommunal to'lovlari 200 ming so'm. Oziq-ovqatga 600 ming so'm ketgan. Jami asosiy xarajatlar 1 million ming so'm. Agar 2026 yilda shu xarajatlar 15% ga oshsa, uning oylik zarur xarajati 1 million 207 ming so'mga yaqinlashadi. Ya'ni pensiya oshmasa, u oldin zo'rg'a yetkazib turgan pulini endi yetkaza olmaydi. Indeksatsiya shunday vaziyatni yumshatish uchun kerak. Ikkinchi omil bu minimal pensiya va ijtimoiy nafaqalar darajasi. Har doim eng past pensiya olayotganlar alohida e'tiborda bo'lishi kerak. Chunki 2 million so'm pensiya oladigan odam narx oshishini bir oz boshqacha ko'taradi. Lekin 200 ming yoki 1 million so'm atrofida daromadga yashayotgan odam uchun 1 ming so'm ham katta farq qiladi. Shuning uchun 2026 yilgi indeksatsiyada minimal miqdorlar qayta ko'rib chiqilsa, bu eng avvalo kam pensiya oluvchilarga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi omil bu ish staji. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan muammo shu. Odam 30 yil ishlaganman deydi, lekin hujjatda 24 yil ko'rinadi. Nega?
Chunki ayrim yillardagi ish joyi yopilgan, arxivga topshirilmagan, mehnat daftarchasida muhr noaniq, korxona nomi o'zgargan, buyruq raqami ko'rsatilmagan yoki elektron bazaga hammasi kiritilmagan. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lishi mumkin, lekin sizning boshlang'ich pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, oshish ham noto'g'ri bazaga qo'llanadi. Masalan, aslida 1.600.000 so'm olishi kerak bo'lgan odam hujjat xatosi hisob 1.300.000 so'm olayotgan bo'lsa, 10% indeksatsiya bilan ham u 1.600.000 emas, 1.35.000 qo'shimcha oladi. Har oy 25.000 so'm farq kichik ko'rinsa ham, yiliga 300.000 so'm, bir necha yilda esa millionlab so'm bo'ladi. 4-omil bu ish haqi tarixi. Pensiya hisoblashda ayrim hollarda odamning oldingi daromadlari, ish haqi, sug'urta badallari, rasmiy ishlagan davrlari muhim ahamiyatga ega. Bu yerda men ko'p ishlaganman degan gap yetmaydi. Davlat organlari hujjatga qaraydi. Rasmiy maosh bo'lganmi? Badallar to'langanmi? Mehnat daftarchasida qayd bormi? Arxiv ma'lumoti bormi? Shu sababli men har doim aytaman, pensiya masalasida og'zaki xotir emas, hujjat gapiradi. Bir misol keltiraman. Akmal aka 1993 yildan 2005 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. U o'sha paytda yaxshi maosh olgan, lekin korxona keyinchalik tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo muhr xira. Agar Akmal aka arxivdan ish haqi va ish staji haqida ma'lumotnoma olmasa, ayrim davrlar pensiya hisobida to'liq aks etmasligi mumkin. Natijada u 2026 yilda indeksatsiyadan foyda ko'radi, lekin asosiy pensiyasi past bo'lib qoladi. Agar u oldindan arxivga murojaat qilib ma'lumotnomalarni tiklasa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli paydo bo'ladi va keyingi indeksatsiyalar ham yuqoriroq summaga qo'llanadi. 5-omil bu pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ijtimoiy nafaqa, imtiyozli pensiya kabi turli yo'nalishlar bor. Indeksatsiya ularning barchasiga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Ayrim hollarda minimal kafolatlar oshiriladi. Ayrim hollarda umumiy foiz qo'llanadi. Ayrim hollarda esa qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalar alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun qo'shnimning pensiyasi shuncha oshibdi, meniki nega kam oshdi degan savolga javob ko'pincha pensiya turida, oldingi hisob kitobda va qo'shimcha ustamalarda bo'ladi. Kimlar ko'proq e'tibor berishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lganlar. Chunki minimal miqdorlar o'zgarsa, sizga qo'shimcha ta'sir bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, mehnat faoliyatida uzilishlar bo'lganlar. Masalan, bir davr rasmiy, bir davr norasmiy ishlaganlar. Uchinchidan, sobiq korxonasi yopilganlar. To'rtinchidan, mehnat daftarchasida xato, o'chirish, noto'g'ri sana yoki muhr muammosi bo'lganlar. Beshinchidan, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar, boquvchisini yo'qotganlik holati kabi qo'shimcha ijtimoiy omillarga ega oilalar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish staji elektron bazada to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz aniq bo'lsa va pensiya jamg'armasi tomonidan hisob kitoblar bo'yicha tushuntirish olgan bo'lsangiz, sizda katta xatolik ehtimoli kamroq. Lekin baribir men umuman tekshirmang demayman. Chunki indeksatsiya davrida ko'pchilik savollar bilan murojaat qiladi. Tizim yuklamasi oshadi. Shuning uchun oldindan shaxsiy ma'lumotlarni ko'rib chiqish foydali. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Indeksatsiya har doim ham qo'lga tegadigan pul aynan e'lon qilingan foizga ko'payadi degani emas. Ba'zan pensiya tarkibida asosiy qism ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov kabi qismlar bo'ladi. Qaysi qism indeksatsiya qilinadi, qaysi qism o'zgarmaydi yoki alohida tartibda o'zgaradi. Shuni bilish kerak. Masalan, siz umumiy 20 million 800 ming so'm olayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin uning hammasi bir xil formula bilan oshirilmasligi ehtimoli bor. Natijada odam 2% eshitadi, lekin hisobida 9 yoki 10% ga yaqin o'sishni ko'radi. Bu darhol xato degani emas, lekin tushuntirish talab qilishga arziydi. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya kartaga tushadigan sana va indeksatsiya kuchga kiradigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha oy boshida oshmagan ekan, demak menga tegishli emas deb o'ylaydi. Aslida qaror ma'lum sanadan kuchga kiradi. Hisob kitob keyinroq amalga oshirilishi, farq summasi keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Shu sababli bir oyda kamroq, keyingi oyda farq bilan ko'proq tushishi mumkin. Lekin agar bir necha oy o'tsam farq ko'rinmasa, albatta murojaat qilish kerak. Uchinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi.
Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ular uchun ish staji, to'langan badallar, qayta hisoblash imkoniyati, pensiya to'lovining to'liq yoki alohida tartib berilishiga masalalar muhim. Men bunday odamlarga alohida maslahat beraman. Ish beruvchingiz sizni rasmiy yurityaptimi? Maoshingiz to'liq ko'rsatilganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri aks etyaptimi? Shuni tekshiring. Chunki bugungi rasmiy ma'lumot ertangi pensiya huquqingizga ta'sir qiladi. 4-nozik jihat. Chet elda ishlagan davrlar. Ko'p odamlar bir necha yil chet elda ishlagan bo'ladi. Har bir davlat bilan pensiya bo'yicha kelishuvlar hujjatdan olinishi, sug'urta badallari masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Men Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa joyda ishlaganman, demak avtomatik qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Kerakli hujjatlar, tarjima, tasdiqlash, arxiv ma'lumotlari talab qilinishi mumkin. 2026 yilgi indeksatsiya sizning mavjud pensiyangizga qo'llanadi. Ammo chet eldagi ish davringiz hisobga olinmagan bo'lsa, asosiy summa yana past qolishi mumkin. 5-nozik jihat. Familiya, ism. Otasining ismi o'zgargan holatlar. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgarishi, eski hujjatlarda boshqa yozilishi, lotin va kiril yozuvida farq bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora bir hujjatda Gulnora, otasining ismi bir joyda qisqartma, boshqa joyda to'liq yozilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotini bog'lashda muammo tug'iladi. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin pensiya hisobida katta kechikish keltirib chiqaradi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi shart. 6-nozik jihat. Nogironlik pensiyasi va tibbiy xulosalar. Agar odam nogironlik pensiyasi olsa, guruh muddati, qayta ko'rik sanasi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, guruh o'zgargan, o'zgarmagan juda muhim. Indeksatsiya umumiy bo'lishi mumkin. Lekin nogironlik guruhi bo'yicha ustama yoki to'lov tartibi o'zgarsa, pensiyaga ta'sir qiladi. Masalan, erda guruhdan I guruhga o'zgargan insonning ijtimoiy ehtiyoji yuqoriroq bo'lishi mumkin va tegishli to'lovlar qayta ko'rib chiqiladi. Aksincha, muddatli xulosasi vaqtida yangilanmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi. Bu turdagi pensiyada voyaga yetmagan farzandlar. Kunduzgi ta'limda o'qiyotganlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari kabi omillar hisobga olinadi. Farzand 15 yoshga to'lsa, o'qishga kirsa yoki o'qishni tugatsa, bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun indeksatsiya bo'ldi degani, avvalgi huquq shartlari o'zgarishsiz qoladi degani emas. Har bir huquqning o'z sharti bor. Yana bir muhim masala qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning pensiyasidan aliment, kredit qarzi, ijro hujjati bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin pensiya oshsa ham qo'lga tegadigan summa kutilgandan kamroq ko'rinadi. Chunki ushlab qolish ham davom etadi. Bunday vaziyatda bankdan, majburiy ijro byurosidan yoki tegishli tashkilotdan aniq ma'lumot olish kerak. Aks holda odam pensiya jamg'armasini ayblaydi. Aslida esa pulning bir qismi qonuniy tartibda ushlab qolinayotgan bo'ladi. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya miqdoringiz va uning tarkibini bilib oling. Faqat kartaga tushgan summaga qarab xulosa qilmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz qaysi asosda hisoblangani, ish stajingiz necha yilda bo'lingani, qaysi davrlar kiritilgani, qaysi ustamalar borligini yozma yoki elektron shaklda so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjati, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar, arxiv ma'lumotnomalari bo'lishi kerak. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arxivdan falon yildan falon yilgacha ishlagan. Lavozimi, buyruq raqami, ish haqi bo'yicha ma'lumot so'rang. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Hozir ko'p xizmatlar elektronlashgan. My.gov.uz soliq organlari, pensiya tizimi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati bo'lsa, albatta tekshiring. Ish beruvchi sizni rasmiy ko'rsatganmi? Stajingizda uzilish bormi? Shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Shuni ko'ring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, yaqin qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. 4-qadam. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang.
yozma ariza bering. Arizada ism familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, mening 1998 yildan 2004 yilgacha bo'lgan ish stajim pensiya hisobida aks etmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizani topshirganingizni tasdiqlovchi qayd yoki ro'yxat raqamini oling. 5-qadam, indeksatsiyadan keyin kartaga tushgan summani solishtiring. Avvalgi oyda qancha olgansiz? Indeksatsiyadan keyin qancha tushdi? Farq qancha? E'lon qilingan tartibga mos keladimi? Shuni yozib boring. Men pensionerlarga oddiy daftar yuritishni maslahat beraman. Oy tushgan summa, ushlab qolish bo'lsa miqdori. Qo'shimcha to'lov bo'lsa izohini yozib qo'ying. Bu keyin bahsli vaziyatda juda yordam beradi. 6-qadam, bank kartasi va SMS xabarnomalarini tekshiring. Ba'zan odam pensiyam kam tushdi deydi, lekin aslida bank komissiyasi. Karta muddati boshqa hisobga o'tish yoki avtomatik ushlab qolish bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga borishdan oldin bankdan ham ko'chirma oling. Unda pul qachon tushgani, qancha tushgani, qayerga ushlab qolingani ko'rinadi. 7-qadam, yaqinlaringizga ham yordam bering. Ko'p keksalar hujjat izlash, ariza yozish, elektron navbat olish, portalga kirish kabi ishlarni mustaqil bajarishga qiynaladi. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning pensiyasini tekshirib qo'ying. Bu uyat emas, bu huquqiy savodxonlik. Ba'zan bir kun vaqt ajratib, eski hujjatlarni tartibga keltirish orqali ota-onangizga har oy qo'shimcha daromad olib berishingiz mumkin. 8-qadam, rasmiy manbalardan foydalaning. Telegramdagi mish-mishlar, tanish bilishning taxmini, hammaniki falon foiz oshar ekan degan gaplarga ko'r-ko'rona ishonmang. Prezident farmonlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi izohlari, davlat xizmatlari markazi ma'lumotlari va rasmiy saytlarni kuzating. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang. Chunki pensiya masalasida noto'g'ri ma'lumot odamni asabiylashtiradi va noto'g'ri harakat qilishga majbur qiladi. 9-qadam, pensiyaga chiqishga yaqinlashayotganlar hozirdan tayyorlansin. Agar siz 2026 yoki 2027 yilda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, oxirgi oyda yugurib hujjat yig'mang. Mehnat daftarchangizni hozir tekshiring. Eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Diplom va harbiy xizmat davri hisobga olinishi mumkin bo'lgan holatlarni aniqlang. Familiya o'zgarishi hujjatlarini tayyorlang. Pensiya tayinlangandan keyin xatoni tuzatish mumkin, lekin ko'proq vaqt va asab ketadi. Oldindan tayyorlansangiz, indeksatsiyalar ham to'g'ri bazaga qo'llanadi. 10-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat darajasi, zarur bo'lsa sud tartibi mavjud. Lekin har bir bosqichda hujjat, ariza nusxasi, javob xati, bank ko'chirmasi, arxiv ma'lumotnomasi kabi dalillar bo'lishi kerak. Faqat menimcha kam degan gap bilan natija olish qiyin. Aniq raqam, aniq davr, aniq hujjat kerak. Demak, 2026 yilgi pensiya indeksatsiyasida eng muhim omillar inflyatsiya, minimal ijtimoiy kafolatlar, budjet imkoniyati, pensiya turi, ish staji, ish haqi tarixi, hujjatlarning to'g'riligi va elektron bazadagi ma'lumotlarning to'liqligidir. Men sizga eng asosiy fikrni yana bir bor aytaman. Pensiya oshishini kutishning o'zi yetarli emas. Siz o'z huquqingizni bilishingiz, hujjatlaringizni tekshirishingiz va kerak bo'lsa, qayta hisoblashni talab qilishingiz kerak. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, bugun kartangizga tushayotgan summani, pensiya tarkibini va ish stajingizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularga yordam bering. Agar pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, hujjatlarni hozirdan yig'ing. Chunki pensiya bu bir martalik masala emas. Bu har oy sizning oilaviy budjetingizga ta'sir qiladigan doimiy daromad manbai. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Kommentariyada yozing. Sizda pensiya indeksatsiyasi bo'yicha qanday savol bor? Pensiyangiz oshganda hisob-kitob tushunarli bo'lganmi yoki yo'qmi? Hujjat bilan bog'liq muammoga duch kelganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, pensiya masalasida qiynalayotgan tanishlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblash, ish stajini tiklash va arxiv hujjatlarini olish tartibini yanada batafsil tushuntirib beraman.